onasi bilan so'kishayotgan ekan, onasiga gap qaytarib, onasini bir tiyin qilib chiqib ketayotgan ekan, 15-16 yosh bolalar. Biz ichimizda yo'qmi unaqa onasi bilan otasiga baqirayotgan? Yo'qmi rostdan? Yo'q. Agar bitta endi onang, otang mana shu gapimga kirmayapti, sani zalingdan mana shu odamlar chiqyapti desa, mana shu birinchi urib haydab yuboraman. Keyin boshqa zalga bora olmaydigan qilib qo'yaman. Tushundilaring, sanlar bilmaysan hali ona bilan otani qadrini. Mana shu salla trenirovka qilishing uchun hozir ona bilan ota qayerdadir ishlab sallaga pul jo'natyapti. Kimgadir pul jo'natyapti, kimdir mana shu ishlab oilasini boqyapti. Hali u og'irlik tushmagani uchun sanlar bilmaysanlar. Bilasanmi, ona bilan ota bu. Hech kimga ishon, hech kimga kerak emas sanlar. Onang, otangdan boshqa hech kim kerak emas. Mana onang hamma salladan pul so'raydi, kimdir yordam so'raydi, to'g'rimi? Bitta onang yaxshimisan deb so'raydi sanlarning holingni. Kasal bo'lib qoladigan bo'lsalaring, mana kuzatlaring, kimdir kasal bo'lib qoladigan bo'lsa, shu bolam yaxshi uxlasin deb kuni bilan kechasi bilan uxlamagan ona bo'ladi o'sha. U katta bo'lib ertaga yoshing katta bo'lgandan keyin, ona telefon qilsa, hozir ishim ko'p, gaplashamiz deb basharasiga qo'yib qo'yganingda ham o'sha bolamni ishlarini rivojini bergan deb duo qiladigan ona bo'ladi. Shu birikta maraz bolalar chiqayotgan ekan, shu ota bilan onani bir tiyin qotgan. Shu eng xafa bo'ladigan narsa, zalda trenirovka qilib yurgan bolalardan chiqayotgan ekan shu narsa. Bu juda ham uyatli holat. Bu ona bilan otani dunyodagi liboy narsani, pul, mana sport, medal, hamma narsani topsang bo'ladi. Lekin agar ota-oning o'tib ketgandan keyin ota-oning topa olmaysanlar baribir. Dunyodagi nimaga erishgan bo'lsalaring hammasini topish mumkin agar Xudo beradigan bo'lsa. Lekin ota-onangni qaytib topa olmaysan.